Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. 22 dekabr günü Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistan armiyasını muğamberlərcə tarqıtıb ötüb, Şərq Türkistanı işğal qılıb alğan ecinislıq gün. Şərq Türkistan sürgünlüğü hökuməti 2024 yılı 22 dekabr günü Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüb atqan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning birdan-bir yo'li bo'lgan Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun xalqaro jamiyatning qo'llashini qo'lga keltirish maqsadida Amerika, Kanada qatorliq davlatlarda namoyish o'tkazdi. Kanadaning Alberta shahrida o'tkazilgan namoyishga Şərq Türkistan sürgünlüğü hökuməti Alberta Uyğur Kültür Mədəniyyət Mərkəzidəki qarindoshlar qatnaşdı. Aldı bilan mustaqillik kurashchi yoshlarımızdan Rashida kirish so'zi qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum. Bizni izchil qo'llaganligingizga rahmat. Ilgirki qatimqidek biz Xitoyning atalmish Şinjandagi Uyg'ur xalqiga qarshi davomli olib berayotgan vahshiyligi va irqiy qirg'inchiligiga qarshi ovozimizni chiqarmoqchi bo'lib yig'ildik. Biz bu yerga 1949 yili 12 oyning 22 kuni Xitoy təcavüzçilariga mustaqilligimizni tartqizib qo'yib, 75 yil davomlashgan ishg'oliyatga tushib qolgan kunni la'natlash uchun keldik. Necha 10 yillik ishg'oliyat keltirib chiqargan bu ziyon oxiri etnik tozalashga va biz bugun uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Biz irqiy qirg'inchilik avjiga chiqqan 10 yildan buyon izchil bu yerda namoyish qilib kelyapmiz. 10 yildan buyon jazo lagerlari Şərq Türkistanda qurilib, millionlagan insonlarimiz so'landi. Xalqimiz kulturi va tilidan ayrildi. Majburiy emgakka selindi. Oilalar parchalanib ketdi. Shundaqdimi Uyg'ur xalqi yanada qaysarlik bilan tik turdi. Taki vatanimiz ishg'oliyatdan qutulib, irqiy qirg'inchilik oxirlashib, Şərq Türkistonda adolat tajalli bo'lmoqcha biz davomli qarshiligimizni ko'rsatamiz. Biz qarshilik ko'rsatayotgan ahvolda dunyo sukut qilib, tariximiz va kimligimiz sistemlik yo'qotilmoqda. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar azob-uqubat ichida yashamoqda. Vahshiylikni e'tirof qilish muhim bo'lsa-mu, amaliy harakat qilmaganda hech nimaga arzimaydi. Uyg'urlar duch kelgan vahshiylikka sal qaralyotidi. Baxtga qarshi navbatdagi vaziyat axborotda aks ettirilmagachga, bu odatda tabiiy ahvol deb qabul qilinmoqda. Davlat ichi va sirtidagilar bilan aloqalashish asosan mumkin emas. Davlat ichidagi Uyg'urlarmi atrofida nimalarning bo'layotganligidan xabarsiz qoladi. Biz Şərq Türkistonda yuz berayotgan vahshiyliklarni asga silib qolmay, balki xalqaro jamiyatni Xitoyning qilmishlarini texmo cho'nqur e'tirof qilish va ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqiriq qilamiz. Biz Xitoyning etnik tozalash va irqiy qirg'inchiligida kimlik va kulturimizning yo'qolib ketayotganligiga qayg'uramiz. Xalqimizning ona tilida so'zlayolmaganligiga qayg'uramiz. Suyimlik vatanimizga qaytib ketolmaganligimiz uchun qayg'uramiz. Xitoy tarafidan o'g'irlangan hayotlar va armonlar uchun motam tutamiz. Xitoy xalqimizni o'ltiryotidi, ro'yimizni buzmoqchi bo'lyotidi. Ular bizning kimligimizni, kulturimizni yo'qotishga tirishyotidi. Biz xalqaroga shundoq uchur qilamizki, Xitoy qandoq vahshiyliklarni qilishidan qat'iy nazar biz o'rnimizdan dast turdik. Biz bu irqiy qirg'inchilikni birlikda to'xtatishni talab qilamiz. Uyg'ur xalqining erkinligi, izzat hurmati va mavjudligi uchun birlikda kurash qilishni talab qilamiz. Şərq Türkiston ozod qilinib, xalqimiz hurlikka erishmaguncha to'xtab qolmaymiz. Bu kurash yolg'iz Uyg'ur xalqi uchun emas, balki insoniyatni qo'g'dash kurashi, zulm va adolatsizlikka qarshi turish kurashi. Dunyo irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilganda jinoyatchilar jasoratlandi. Ammo biz ittifoqlashib sukutni buzganda adolat va haqiqatning g'alaba qilganligini ko'ramiz. Xitoy hukumati xalqimizni o'ltirishi, orzuyimizni tarmar qilishi va bizning kimligimizni o'chirib etishi mumkin. Ammo ular ro'yimizni buza olmaydi. Uyg'ur xalqining ro'yi tavranmaydi. Bizni jimiq turishga urinish faqat irodamizni kuchaytiradi. Har bir vahshiy harakat faqat bizning ro'yimizni urg'utadi. Şərq Türkiston xalqi unutilmasligi kerak. Navbatdagi vaziyat haqida savodga erishing. Uyg'urlar bilan aloqalashing. Uyg'urlarni qul qilish badaliga ishlangan Zara, Nike, M&H degandek markalarning mahsulotlarini boykot qiling. Biz Şərq Türkiston xalqi kultur va dinni qo'rqmay yashay oladigan, ajdodlarining zaminida o'zlarining kelgusini barpo qiladigan kungacha kurashimizni davomlashtirishga va'da beramiz dedi. Arqadan Nur Amina rasmiy bayonot e'lon qilib mundaq dedi.
Bugün 2024 yılı 12 ayının 22 günü biz Şarkı Türkistan'ın 75 yıldan bu yan Xitay tecavüzçilerinin işgaliyeti ve müstemlekesiga uçrab kelayotganligiga matem bildirish uchun to'planib turibdimiz. 1949 yılı bugünkü kunda Xitay Xalq Cumhuriyeti O'rta Osiyodagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar o'ltiraqlashgan davlat vatanimiz Şarkı Türkistan'ni ishg'ol qilib oldi. Xitayning qonunsiz tajovuz qilishi 1949 yılı 10 ayının 12 günü boshlangan bo'lib, zulmga bo'ysundirishga qarshi xalqimizning 2 oydan ko'proq vaqt qarshilik ko'rsatishdan keyin Xitoy armiyasi Sharq Turkistonni to'liq kontrol qilib oldi. Bu Uyg'ur xalqini sistemlik yo'qotish, assimilyatsiya qilish va bostirish harakatining boshlanganligidan derak berdi. 1949 yılı 12 aydan 1952 yılı 1 aygacha 150 mingdan ortiq Sharq Turkistonlik Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turganligi uchun rahimsizlarcha o'ldirilgan bo'lib, holbuki bu faqat Uyg'urlarga qilingan tugamas zulmning boshlanishi edi. Xitoy yana Sharq Turkistonga xalqimiz azaldan qabul qilmaydigan yangi chegara ma'nosida keladigan Xinjiang degan ismni qo'ydi. Gerçi vatanimiz vahshiylarcha bizdan tortilgan bo'lsa-mu, vatanimizning ismi yanada Sharq Turkiston. U Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning zamini. Xitoy Sharq Turkistonni qo'shib olib, o'zining xaritasiga kirgizib, xalqaro jamiyatni Xinjiang azaldan Jungoning bir qismi deb qoyil qilgandan keyin Uyg'urlarning azaldan turk emasligini, hamisha Junxo millati ekanligini to'qib chiqib, tarixni qayta yozdi. Qarshilikning oldini olish, to'sish uchun Uyg'ur ziyolilari, rahbarlari va ta'siri kuchli shaxslarni sistemlik turda turmaga tashladi yoki o'ldirdi. Kommunist Xitoy organlari Uyg'ur apparatlarini changaliga kirgizib, bolalarimizning mingsini yuyib, kimligini yo'q qildi. Xitoy ko'chmanlar ko'chib kelib, xalqimizni azdi va kulturel nupusimizni buzg'unchilikqa uchratdi. Shundaqdimi to'xtamay bo'layotgan zulmga qaramay, zaminimizni qaytarib olishga urinish orqali bargan sari shiddatli bostirishlarga bardoshlik berdi. 2014 yılının başından başlap terörlükə qarşı duruş, bölgünçilikə qarşı duruşni bahana qilib, milyonlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari ustidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni yurgizdi. Milyonlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turk xalqlari jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Bu yerda insonlarning izzat hurmati dafsanda qilingan va ruhlari eng rahimsiz usullar bilan sinab qilingan. Bu lagerlar faqat tutib turish o'rnida bo'lmasdan, balki xalqimizning kulturi, kimligini yo'qotishdagi markazlardan iborat. Lagerlarning sirtidagi xalqimiz izchil kuzatiladi, hatto maxsus oilalargacha tuqqan bo'lib kelib olib, kechinlari qo'nadi. Vahshiylik bu yerda oxirlashmaydi. Milyonlagan qarindoshlarimiz Xitoyning zavodlari va majburiy emgak lagerlarida Xitoyning iqtisodiy xirislari uchun intayin nachar sharoitda qul bo'lib, ekspluatatsiyaga uchraydi. Bu xil majburiy emgakka selish kishilik huquqqa daxl taruz qilganlik bo'lib qolmay, zamonaviy qulluqning shakli, dunyoning vijdonidagi dog'dan iborat. Bugungi kunda Temu, Shin, Zara, Alma va boshqa nurg'un markalar mahsulotlarida Uyg'ur qul emgakini ishlatadi. O'ylanishga tegishliki shuki, Uyg'urlar duch kelgan kishini eng ichindiradigan reallikning biri, bugungi kunda ko'pincha kishilar Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning chinligiga ishonmaydi. Irqiy qirg'inchilikni tunji qatim anglaganlar bizni hamisha oshqun yoki irqchi deb so'z cho'chak tarqitib, Xitoyning obraziga dog' tekkizdi deyishidi. Yana ba'zilar Uyg'urlar haqidagi yolg'on uchurlar bilan qaymoqtirilib, bizni Xitoy hukumatiga qarshi tashviqot bilan shug'ullanadi deb qaraydi. İjtimoiy taraflarni ishlatadiganlarning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik haqida so'zlashi cheklangan yoki Sharq Turkistondagi xushallikni mazmun qilgan tasvirlashlarni o'tirg'a chiqarishi talab qilingan. Şunun bilan bir vaqtda Uyg'urlarning hijoblanishi yoki sindor real turmushdagi e'tiqodini ochiq-oshkor ifodalashimi cheklangan. Bu yasalma tasvirlar Uyg'urlarning faqat o'z ahvolidan rozi bo'lgan Xitoylik osonliq millat ekanligi, davlatda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikning yo'qligi to'g'risidagi yolg'on hikoyani kuchlantirdi. Amaliyotda Uyg'urlar bosqinchilik qilish, organlarini yig'ib olish, qul qilish, keng ko'lamda o'lim jazosi berish, qiynash, tajriba qilinish, tibbiy sinoq, tarbiyalanish qatorliq ko'pincha kishilar tasavvur qila olmaydigan vahshiyliklarga bardoshlik beradi. Bu Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan qo'rqinchli haqiqat. Uning ustiga Xitoyning harakati insonlarning asosiy g'ururini dafsanda qilib qolmay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq nizomnomasini o'z ichiga olgan xalqaro qonunlarga xiloflik qiladi.
masjidlarni vayron qilish, oilalarni ayirish, majburiy nikoh va boshqa son sanoqsiz qiynash jinoyatlari bizning kimligimiz va nasabimizni yo'qotishga urinishdan iborat. Qandoqla bo'lmasin, xalqaro jamiyat buningga e'tibor berib, ahamiyatli tadbir qo'llanmadi. Dalil isbotlar ko'paygan bo'lsa-mu, dunyo asosan sukutda turmoqda. Dunyo Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olish va mustamlikasiga qarshi harakat qilishni unutdi. Xalqaro jamiyat Uyg'ur xalqiga hissdoshlik qilmadi. Hatto eng yaqin do'stlarimizmi ahamiyatli tadbir qo'llanmadi. Uyg'urlar zolimlarga qarshi chiqqanlikdan irqchi deb atilib kelmoqda. Nurg'un kishilar davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni ochiq-oshkora rad qildi. Qanchilgan odam bugun bizning namoyishimizni ko'rgandan keyin xuddi biz mavjud emasdeklar bizdan yiroqlab ketdi. Bizning adolat uchun qilgan faryodimiz bir chetga qayirib qo'yildi. Cho'ng qirg'inchilikdan keyin qayta takrorlanmasin degan va'dasiga qaramay, millionlab begunoh Uyg'urlarning ovozi hozirgacha anglanmadi. Necha 10 yillardan beri davomlashib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun ahamiyatli harakat qo'llanish kerak. Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlangan mahsulotlarni boykot qiling. Uyg'urlar rahbarlik qilayotgan tashkilotlar va Uyg'ur jamoatini hozirlang yoki iyona qilish orqali qo'llang. O'zingizni to'g'ri manbalardan tarbiyalang. Uchurlarimizni ijtimoiy aloqa torida tarqiting. Adolat uchun duo qiling. Eng muhimi biz bilan birga turib, ahamiyatli harakat qo'llanib, bu irqiy qirg'inchilikni oxirlashtiring. Uyg'urlarga qarata to'g'ri atalg'ularni ishlatishni o'rganib oling. Bizni Xitoyning ostonliq musulmonlari, Xitoy musulmonlari deyishdan saqlaning. Vatanimizni Xinjiang deyishdan saqlaning. Davlatimiz Sharqi Turkiston. Biz Uyg'ur. Biz Xitoylik emas, biz Turk. Terrorchi emas. Biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun 75 yildan buyon Xitoy hukumatı tarafidan sistemlik o'ldirilgan va nishon qilingan begunoh kishilar. Tuproqimiz bizdan tortib olindi. Kimligimiz rayimsizlarcha bulandi. Millionlagan begunoh kishilarning o'lib ketishiga qarab turmang. Bir-birini o'ldiradigan yoki o'ldirishga yo'l qo'yadigan adolatsiz dunyoda adolat uchun o'rningizdan dast turing. Bugun biz motam uchun emas, bu yerda mustaqil davlatimizni qayta qurishning ta'xirsizligini ta'kidlaymiz. Bu bizning erkinligimizni, kishilik huquqimizni, izzat hurmatimizni va mavjudligimizni kafolatlantirishning birdan-bir yo'li. Bu kun bizning ko'rishimizning o'tmishimizni asliga keltirish emas, balki kelgusimizni kafolatlantirish uchun ekanligini eskartadi. Biz Kanada va Amerika boshchiligidagi xalqaro jamiyatni bu qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb tunib yetishga chaqiramiz. Biz nuqul bayonlardan halqib, konkret tadbirlarni qo'llanib, Xitoy hukumatiga besim ishlatib, bu vahshiyliklarni to'xtatishingizni talab qilamiz. Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish va uning mustaqilligini asliga keltirishni aktiv qo'llash faqat axloq harakatli bo'lib qolmasdan, irqiy qirg'inchilikni tugutish va kelgusimizni kafolatlantirishning zarur qadami. Alloh Sharq Turkistonga tinchlik, adolat va mustaqillik elib kelsin dedi. Tarixiy muqaddarat va jug'rofiya Türk millatini tunji tarix sahnasiga chiqargan kundan tortib, toki bugungacha bo'lgan butkul davrlarda doim dunyoning eng hashamatli imperatorliklari bilan bir sapga tizgan mavjudligini va hokimiyatini bu buyuk dunyo kuchlarining qo'lidan qon badaliga tortib olishga majbur qilgan edi. Türk millati bu tarixiy vazifasini doim muvaffaqiyatli va eng porloq bir ravishda ado qilib keldi. Eng qadimgi zamonlardan beri dunyoning eng buyuk qahramonlarini, eng usta davlat qurg'uvchilarini, eng haqiqiy kultur barpochilarini turklar yetishtirib chiqmaganmidi? Urush va sulh qilishning turli san'atining eng istihqoqli mumassillari, eng layoqatli vakillari ana shu turkning yuragidan chiqmadimi? Dunyo hokimiyati fikrini qancha qitimlab isbotlaganlar Sharq va G'arbning bir tal borda sızılgan siziqdan iborat ekanligini ko'rsatganlar, G'arbga sal bo'lib oqqanlar, o'q bo'lib yoqqanlar va Yevropani Osiyoning bir viloyatiga aylantirganlar turklar emasmidi? Urush tanrisi Marsni ular topdi. Hayotning jo'shqinligini Dionissosdan oldi. Bu sababdan turk tarixi tangdoshsiz bir dostonga, reallikchilar dostoniga, hayot va zafar dostoniga aylangan edi. Attila ushbu dostonning bosh qahramonlaridan bo'lib qolmay, balki eng vakilligidir. U o'z davrida Yevropaning taqdiriga hokim bo'lgan bir qancha muhim odamning biri edi. Tag'isi Rogiras Roaning o'limidan keyin aksi Bileda bilan birlikda
Macaristan, ya'ni hozirgi Vengriyadagi Turk Hun imperiyasining taxtiga varislik qildi. Kuch-qudrat va iroda manbasi bo'lgan bu qahramon bir muddat o'tib ikkilik hukmdorlikni tugatdi va barcha millat orasiga o'zi yolg'iz birla hokimlikni, sherik qabul qilmaydigan sardorlikni o'rnatdi. Millatiga bir-birlikni qurib berdi. Bu qurilishda bir millat, bir imperiya, bir va rahbarmi bir edi. Düşman bo'lsa ikki buyuk dunyo imperiyasi, ya'ni Sharq Rim va G'arb Rim imperiyalari edi. Attilaning birlikka kelgan idorasida Hunlar bor edi. Chunki tarix bu yerda turklarni mushu nom bilan taniydi. Ular dunyoni qaytadan titratgan edi. Attila orqama-orqa Sharqni va G'arbni istilo qildi. Hokimiyati Qora dengizdan Janubiy Germaniyagacha uzdi va yo'l yo'riqlari texmo yiroqlarga yetib bordi. Mundizuk, ya'ni Munjuqning o'g'li Attila o'zining asli kuch-quvvat manbasini Chin imperiyasi bilan bo'y o'lcholadigan qadimgi turklarning muhtasham naslidan olgan edi. Ma'lum bir got tarixchisi uning rasmini shu tarzda sizib chiqadi. Bahaybat bir bosh, qo'ng'irrang tan, o'y ko'z, xushburun, ostin inkida bir tal uzun tuk ungan, mo'risi kang, vijik badan va asabiy bir sur hayvi beradigan bahaybat bo'y, qaddi qomati mag'rur va azamatlik tus beradigan bir holatda. Hun xaqonining mazkur bir butun kishiligiga yuqoridan sap solgan kishi uningdagi bir xil ustunlik shuurini his qiladi. Gerçi uning g'oyat zo'r imperiyasi baqiy qolmagan bo'lsa-mu, quchqan zafar xotiralari qilib qoldi. U yaratgan ruh haqiqatan baqiydir. Bu ruh qahramonlik va zafar ruhidir. Dunyoning yerimiga hokim bo'lgan qadimgi va yangi zamon tarixidagi fatihlar ichidimi faqat shular Germaniya va Stikyayaga o'xshash ikki cho'ng imperiyani hosisi ostida birlikka keltirgan. Tuna va Ren bo'ylari uning o'lkasi edi. Osean orollari bilan Baltiq suvlarida yuyilgan va ayrilgan Skandinaviya podshohliklari uningga bo'ysungan edi. Sharqda Skitya cho'llarining ustida Attilaga qarashliq bir qator o'lkalar bor ediki, bu o'lkalarning qayerlargacha uzab boradiganligini va buning cho'p-cho'risini, xaritasini belgilash tez. Lekin shu tarafi rostdirki, u Volga bo'ylarida saltanat surgan elchilarini Chin imperiyasi bilan ilib berilgan Musovat ittifoqi muzokirasiga avatgan edi. Attilani o'lkalarining cho'ngligi, saltanatining surligi jihatdan Iskandar Zulqarnayndanmi talaylik va ustun deyishga bo'ladi. Iskandar yolg'iz Osiyoni istilo qildi. Saltanatini milodidan burungi 323 dan 336 gacha aran 13 yil davom qildi. Attila bo'lsa Osiyonimi, Yevropanimi bo'ysundirdi. Hokimiyatimi 434-yildan 453-yilgacha 19 yil davomlashdi. Manba Erkizdi 219-son, 1948-yili 12-noyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.